Sizlar bilan har xil shapkalarni obzor qilamiz. Birinchisi havadan. Ro'molli tegidan kiyadigan bo'yli shapkamiz. Shu shapkamni olib yillab kiymasangiz, sevinch otimni boshqa qo'yib yuboraman. Xohlasangiz oldilari dumaloq, xohlasangiz uchburchak varianti ham bor. Bemalol ro'mollarni tashab ketaverasiz. Ikkinchi variantimiz bo'yinsiz. Ikkinchi variantimiz orqasi bo'ylanadigan bo'yinsiz variantlari peshananglardan sirpanmasligi uchun mana shunda silikonoviy narsalari bor. Uchinchi variantimiz orqasi bo'ylanmaydigan oddiy to'rtburchak varianti. Keyingi variantimiz abadokli varianti. Buni ham ichlari silikonoviy, boshingizdan umuman sirpanmaydi. Ranglari ham bor. Keyingi variantimiz orqasi bo'ylanadigan, isib ketadiganlar uchun orqa qismlari setishli variantlardan. Boshingizga bemalol havo kirib turadi. Orqasi bo'ylanadigan. Oxirgi variantimiz bo'lsa, sochi yo'q qizlarimiz uchun orqasida makaronkalari tayyor, orqasi bo'ylanadigan shapchkalarimiz. Buni ham orasizlar mazza qilasizlar. Buni ham ichlarida silikonlari bor. Mana orqasida mana shunaqa makaronkalari tayyor bo'ladi. Sochinglarni yig'ib o'tirishingiz ham shart emas. Shunday bo'ylab ketaverasizlar. Ro'molli ichida bilinmaydi. Bularni hammasini Dilimusi TTZ filialidan olib ketsangiz bo'ladi. Narxlarni kommentariyada yozib qoldiraman.